Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Terme şatlıktın, judadır hayat, alınır her ün, mumluk, tıklık. Almanya saklı azaytımız, cebir zulümünü tügütümüz, yurttan hiç amallıkını özümüz soraymız. Menize küçük balını kollağandan kollamakçım ha? O ne? Yalgaç kazanda bir kıtım açmışıdır. Beni sorusanlar, ben adli bir cangçı. Benim maksadım, halıkni cebir zulümdük tutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, genç, paravan turmuşka ilgi kılış. Hey! Şu bu bendigen olmadığını kışka! Onun kıtaydıgan keyfim var! Bizni iyiliği terakka, azatlık meşgili yangan, meni kıtaqdırıga başla heytemaka. Oygangan ziminni, endi hiç kim tutalmaydı. Ah, baş əgim. Dımığındın aman bir hicran pırqı pırar. Bununla qarab, faqat köz yaşlarım bilen kömülüp qalıman. Sen-ço, aman öz qimin bilen. Qılçılıkmı pərva qınmaysan. Eytqına, nime bunca vala dertliksen? Qaçandın beri şundaq muğluqsan. Ey, muğluq baş əgim. Ekmisan mı? Obdan bilimen niçin gamkin, niçin muğluq sıkınni? Eğer bilmesem, derdinge ortaklaşmasam, kapkara vapasızlık, uyatsızlık, toğrısı, haillik kıgan bolaman. Çünkü söygü, vapa, nomus ve ezgülük senin uluğluğundan, yüksekliğinden yarkın bir namune emesmedi. Sen ezelden bizgi şunu, söygü, vapa, nomus ve ezgülükni öğretmegenmedin. Söygü tutkunu tahir tağdın taşlanganda, senin sürlük, kattık ve kiliştek ötkür taşların mamuk bolup karşı ağan emesmedi. Tahir'nin sandık bilen bir əgimde 3 gündüz turalışı senin ezgülük ve vapadarlıkın emes mi? Kim bilmeydi o? Tahir sandıkının senin ıssık koynunda neçe yıllar köz karçığındaki asıralgınını. Bu kimnin koludun kilidigan ezgülük? Bu sana ve periştilergila has ezgülük ve yüksekliktir. Endilikti bolsa, dertlik közlerin bilen tağ beşiği qaraysan. Yaş ünçilleri bilen tolgan gamkin közlerini bir nefesmi üzelmeysen. Nemi körünür? Tuğ qadalgan, konu bir mazar. Uzak əsirlərinin, iğir yıllarının, qar küllərinin qattiq yekuni. Ne söygü, ne hayat, ne tentene. Bir cüp kızılgül arsıda, aman bir tal yavuz tikennin işplas tekebbür gevdesi yatar. Mana, sen şunu göresen, obdan bilimen. O işplas, tekebbür tikennin yırt kuşlaçı kışkargan ölüm külkisi. Kolukunga xuddi tikendek sancılar. Qarı küllerinin o bir cüp masum qurboni seni qancha ochiq hasratga, cho'nqur mayislikka, cheksiz qayg'uga solsa, ularning qotili shu iflos tikan seni shuncha tinchsizlantirar, g'azablantirar, koyitar. Nihoyat
intiqom uchun qo'zg'ar. Hamma darding, hamma qayg'ung, hamma tashvishing, hamma ochiqing shuning uchundir. Ay, ma'sum qurbonlar mazari, so'ygi daryosi, hasratlik bosh agim. Haman sening ustingni bir qora hijron tumani bosgan. Sen uning uchun dardlanasan, shuning uchun mung'lanasan, shuning uchun ochiqlanasan, g'azablanasan. Ochiqingdan toshdan toshga urilib, oq ko'piklar cho'chirtasan. Jon ochiqingdan dengizdek to'lqinlanib, shirdek hovlaysan. Haqqing bor. Her nima qilmoqqa haqqing bor. Yana dardlan, yana munglan, yana ochiqlan. Toshdan toshga uril, to'lqining bilan ko'taril. Yana tosh. Tahir bilan Zuhraning yanoq ko'zlari hamon sana tikilib turmoqda. Sevgi, vafo, namoz va ezgulik uchun ularning ruhini yodlan. Tahir dastoni bilan to'lqinlan. Uning uchun chekkan alaming, tortgan darding, jafo emgiging, mangulik rohat, mangulik saodat. Beshimga har balo kelsa, o'zingning sho'ridangla. Hojim bilan Mahmud Muhiti u yer bu yerda cho'xchiyib yotgan qo'ram tashlar orasida qandoqdir bir masala ustida qizg'in paranglashib kelib o'tib, yaqinda bir yerdan kelayotgan naqsha ovozini anglab qoldi va darhol gapini to'xtatib shu tarafga qaradi. O'nnachi yigit suv bo'yida kirqatlarni yug'ach, yuqoridagi qo'shiqni to'liq teksti bilan ajoyib mungluq ohangda naqsh qilib aytmoqda edi. Sula sharqirab oqsa, tugmanning nuri dangla, beshimga har balo kelsa, o'zingning sho'ridangla. Bu qo'shiq oyoqlashishi bilan boshqa ohangda ikkinchi qo'shiq boshlandi. Otam Makka, onam Makka, tug'ildim bir kun o'lmakka. Otalardan miras qolgan qora yerga ko'milmakka. Qumul shahridan chiqdim, meni yo'qlar kishim bormi? G'eriblikda o'lib ketsam, meni yo'qlar kishim bormi? Qozondek qaynadim toshdim, kizib cho'llar dovon ochdim, g'eriblik shahriga tushdim, meni yo'qlar kishim bormi? Osharman dasht bilan sahro, kizarman cho'l bilan daryo, kiyiklarga bo'lib hamroh, meni yo'qlar kishim bormi? Cho'nqur mayuslik, umidsizlik va mungzar bilan to'lgan bu misralar Hojim bilan Mahmud Muhitiga qattiq ta'sir qilgan chig'i, har ikkisining chiroyi birdirli o'zgarib ketdi. Ularning salobatlik yuzlarini achchiq iztirab, qattiq echinish va hasrat nadomat tumanlari qoplab ketayotgandek ko'rinadi. Hojimning qushninkidek to'g'rak ko'zlari sharqirab eqayotgan bosh agim suyiga qadilib qolgandek ko'rinsa, Mahmud Muhitining yo'g'on burun to'shiklari texmi kerilib ketayotgandek tuyuladi. Shu arada oqsiriq kelgan egiz bo'yliq o'g'loqchi Mansur o'rnidan irg'ib turdi-da, hamrohlarga unlik xitob qildi. Qo'yinglar og'aynilar, mundaq naqshanglarni. Odamning ko'nglini yerim qilib, shunimi naqsha deb aytqiluqmi? Mundaq jig'lang'i naqshalar bizga yarashmaydi. Biz degan ozodlik uchun bel bog'lab chiqqan fidoilar, hojimning jangchilari. Qani, kelinglar, o'zimizning naqsini aytaylik. Mana, men boshlay. Gulim ochilay deydi, ochil. Doday, boshqa sanchilay deydi, ochil. Yarimning yurak o'ti, ochil, gul ochil, tanga yomishay deydi, ochil. Hammaylar naqshiga qo'shildi. Naqshi ovozlari bo'randek ko'rildab avjiga chiqqanda, ba'zi yigitlar ixtiyorsiz o'rinlaridan turib usulga tushdi. Naqshi ritmiga moslashgan qizg'in chavaklar dopning xizmatini o'tamoqda edi. Ochil, ochil, gul ochil, ochil. Doday, ochilmasang gul qayda ochil.
kambag'alga zag'ri yo'q, ochil vay ochil. Beg xo'jamning qo'li mayda ochil. Ochil, ochilmasang gul qayda ochil. G'ayrat gulim ochil g'il ochil. Doday, himmat yo'lim ochil g'il ochil. Yigitlar jangga tushdi, ochil vay ochil. Qachon bo'lsa bir o'lim ochil. Doday, ochilmasang gul qayda ochil. Hojim bilan Mahmud Muhiti yigitlardan rozi bo'lgandek bir-biriga qarab kulimsirab qo'yib, yana o'z yo'lini davom etdi. Mana Hajaka, dedi Mahmud Muhiti. Yigitlarimizning ko'ngildikini o'z quloqimiz bilan anglab, ahvolini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Ularni tug'ib o'stirgan ota-onalarga barakalloh. Yana boyqa gapga kelsak, tungallarni to'sib, bu g'olning ichida yetiversekmikin deyman. Yaxshi, Qashqar tarafga tezroq mangayli. Undoq deganlar bilan biz bu yerdan qo'zg'algan hamon u lomodila chilböridek oqimizga tushdi. Bizga yo'l bo'yi urishib mangamiz. Tungallar bizdan ololmagan o'chini yurt-yurtda puhradan olg'aymi? Yo'q. Men puhrani o'limga tutib bermayman. U lomodila olchaga o'tib elni vayron qilmasin desak, bosh agimni ching saqlashimiz kerak. Mahmud Muhiti hojimning o'z gapidan oson yonmaydiganligini biladigan bo'lg'achqa ichidan tit bo'lib, "Hay, undoq bo'lsa, bu g'olning ichida ko'satgidek u to'shikdan chiqib bu to'shikka kirib yetivagidekmizda." Xafa bo'lib qoldilarmi ukam? Men qarslar, o'tgan qitim to'qsonda peshkanlikka uchrab qilishimizga men sababchi bo'ldim. Bu gunohimni Allah kechiramikin. Pada yo'ldan adasa, sarkiga qarg'ish yog'di deb, menga oz qarg'ish yog'madi. Endi yana shundoq bo'lib qolmag'idi deb qo'rqaman. O'zlari ma'qul desalar, munda qisaqmikin. Tog' yo'li bilan Urumchiga darhol odam mangdirayli. Shunda bunga bir parcha, O'rus konsuliga bir parcha xat avatib, Jimsardagi heliqi to'xtam bo'yicha bizga berdigan yordamingni berdayli. O to'xtamda Majungyang Janubiy Shinjongga hujum qilsa, Urumchi taraf harbiy yordam berdi degan gap emasmi? Bizga qurol yaroq bersin. Qurol yaroq kelgandan keyin bir bo'lib kuchni mushiyada tungallarni to'sib turishga qoldirib, darhol Qashqar tarafga mangayli. Ularni to'sishga buningdan atijar yo'q. Qandoq deydilar? Shundo'banning o'z va'dasida turishiga ishinamdilar Hajaka. Bermasning ishi pishmas deb bizga quruq anchaksib yururmikin? Yo'q, bu do'ram. Men uni qurol berdigan qilaman. Shundo'bandan to'liq O'rus konsulni qistayman. Qani, og'ina, endi bir nima deymansan? Eriq to'xtamga o'zing qo'l qo'ygan emasmi deyman. U O'rus zot tortqinidan bo'lsa-mu, Shundo'banga biror gap qilur. Shundoq emasmi? Hay tangay. Bu imonsizlar zot atishni bilurmikin? Men bir gap qilay Hajaka. Ko'ngillarga kelmasin. O'zlari O'rus konsuliga bekli ishinib ketdilar-jimi? U Shundo'ban bilan tilini bir qilib olib, oqibatda bizni dog'da qo'ymag'idi deb qo'rqaman. Undoq bo'lmas. Konsul Zlatkin heliqi to'xtamga Shuralar hukumati nomidan qo'l qo'ygan tursa, uni ustiga men bu kamgacha O'ruslardan vafosizlik ko'rmadim. O'zlari bilmaydilar. Men O'ruslarni ko'p ko'rgan. O'ruslar gap tuturdigan xalq. Haromzodalikni bilmaydi. Bizni o'zi bilan tang ko'radi. Urg'u shundoq. Bizning maqsad boymo shundoq degan. Menmo hamma O'ruslarni eski demayman. Mening da'vat qilgan heliqi konsul. Nemishqidir, uningga mening ko'nglim sal qora turdi. Unda xiyollarni bo'lmasa afkam. Orada to'xtam xat bor emasmi? O'g'il bola degan lavzidan yansin nim bo'g'ini. Xayr. Shundoq bo'lsin deyli. Mubodo Shundo'ban degan kofir. Shundoq. Mubodo u davonchingdan tortib Qora shahargacha hamma yo'llar Majungyangning qo'lida. Sizlarga Qur'onni qandoq yetkazib bergili bo'ladi deb turib olsa, u chaqda qandoq qilg'iliq? Bu tas emas. Qora shaharda bizga qo'shilgan heliqi Mo'ng'ul yigitlarning boshlig'i So'rinjab bilan paranglashdim. Bu qalmoq og'in emas, bu tarafdan Urumchiga boradigan tog' yo'llarini besh qo'lidek biladi ekan.
Kasofatning o'zimi bo'lakli usti mergenken. Majonyandan o'ch olmasam ko'zim ochiq ketidi deydi. Chas soqollariga oq sanchilgan bilan o'zi tog' o'chkisidek chaqqan nemikan. Uni o'zdirma bilillah. O'rimchiga bordiganlarni shu odam boshlab mansa, bizga beradigan qurolnimi shu yo'l bilan ib kelsa deyman. Qandoq deydilar? Xayr. Yetib qolguncha itib qol debdikan. Bu ishni mo qilib ko'raylik. Әтсі Сорынжап bilan Tursundo'lan 3 yigitning hamrohligida O'rimchiga qarab yo'lga chiqdi. Tursunning vazifasi Shingsay bilan konsul Zlatkin va Tohir Beglarga ayrim-ayrim yozilgan 3 parcha xatni Tohir Begning qo'liga topshirish edi. Tohir Begga yozilgan xatda Shingsay bilan Zlatkinga avatilgan xatlarni Xanzu va rus tillariga tarjima qilib, ularning o'z qo'liga tekkizish bilan birga xatda qo'yilgan talabni o'rinlash haqida ularga ko'proq xizmat ishlash tavsiya qilingan. Sorunjapning aytganidek, qatma-qat tog'lar va cho'nqur jirolar orasidagi jim yo'llar orqali bo'ladigan bu qitimqi safar ham jopoliq, ham xatarlik bo'lsa-mu, Tursunning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. U xuddi tang tushlari bilan to'y bazmisiga ketayotgandek nihoyatda xushal va jo'shqin ko'rinadi. Hatto ostidagi ko'ram qo'shqisi bo'ri yurishi bilan cho'ng-cho'ng qadam tashlab ketayotgan bo'lsa-mu, bak osti mengayotgandek sezilib, uni pat-pat devetib qo'yadi. Tursunning maylichi bo'lsa, xuddi cho'chaklarda aytilganidek kulrang qo'shqisining o'rnida uchar kelan bo'lsa-yu, O'rimchiga birdamda uchib bassa. O'zi tug'ilib o'sgan shaharni, birga o'ynab cho'ng bo'lgan do'stlarini, uni tarbiyalab o'stirgan murabbiyalari Haydar apandi bilan Tohir Begni, bo'libmi yosh yurgini tunji qitim o'g'lab olgan qari ko'z janon qizni patroq ko'rishga muyassar bo'lsa. U yana o'ylaydi. Texi yaqindala sapga qo'shilgan yosh jangchi bo'lishiga qaramay, fidoilar qo'shinining bosh shtabi. Yana kelib, hojimning o'zi shuningga muhim vazifani topshirdi. Bu ishning hudisidan chiqarsa, bu nima degan baxt, nima degan sharaf. Sorunjaplar O'rimchidan inib kelguncha ko'rliq kirib chiqsaqmikan? Dedi hojim ularni uzitib qo'yib. Mahmud Muhiti Ko'rli xalqining fidoilarini oziq-tulik, yem-xashak va boshqa lozimatliklar bilan ta'minlab kelganning ustiga cho'nglarni shaharga kirib bir necha kun orom ilib chiqishga ko'p qitim taklif qilganligini nazarga ilib, o'zining bu yerda turib turish sharti bilan hojimning yuqoridagi fikriga qo'shildi. Kirsak, birga kiraylik fikam. Bo'lmasa, yo'q hojaka, ikkimiz tangni kessak bo'lmas. Tungallarga deksini yeb, bir oz bo'shib qoldi. Shundaqdimi, suv uxlasa uxlar, dushman uxlamas degan gap emasmi? Bu gaplarimi o'rinliq. Biz qaytib chiqqandan keyin o'zlari kirsilar. Deb bir necha saptashlari bilan Ko'rli tarafga otlanmoqchi bo'ldi. Biroq shu orada Buygur tarafdan bir otliq chepib kelib, muhim bir ishni xabar qildi. 9-bob Jirjis hoji. Oya shohim, sizga aytar arzim bor. Firdavsi Shohnomadan. Xabarchining gaplaridan ma'lum bo'ldiki, yashinib qolgan bir o'lama kishi Xo'janiyoz hojilarni ziyorat qilgani va Ili xalqining fidoilarga avatgan sovg'a salomlarini yetkazgani bir qancha kishi bilan birga Mustavon orqali Boy degan yurtga tushib, hojilarni bir necha kun kutibdi. U yerda mutaqat qilolmay kuchaga ketdi. Kuchada saqlab turishga sabr toqati yetmay Buygurga ketdi. Endi hojilarning bosh agim jilg'isida ekanligini anglab bu yerga kelayotgandik. Yiliqi o'lama kishi, "Men degan sapqida pishib qolgan qo'g'onga o'xshayman. Ko'zim yumilib qolmasda, G'ozi Xo'janiyoz hojining didorini bir ko'rib olmasam, ormanda ketaman" deb kech-kunduz hasrat chekadigan. Buygur xalqi buningdan qattiq ta'sirlanib, u kishini bosh agim jilg'isiga boshlab kelishgan. Jumladan o'zlarining oldingi sapga otgan sovg'a salomlarini yetkazishga odam qo'shgan ekan. Bu otliq kishi shulardan biri bo'lib, hojilarga xabar qilgani bu yerga oldida yetib keldi. Ular qayerdan kelayotgandi?
Birer potaydek yerdim ekan. Shuncha yiroq yerdan kelgan o'lima kishining oldiga chiqmasak bo'lmaydi. Qanefkam, chaqaroq otilmaylik. Mirol, sen mehmonlarga o'rin raslab tur. Hiligo cho'ng yoshlik o'lima kishikan, 7 yoshlik kelsa 70 yoshar oldiga chiqibdi degan gap bor. Shundaqdimi Hoji akamni avar qilmay, u mehmonning oldiga bizla boraylik. Dedi Mahmud Muhitiy ko'pchilikka qarab. Sali Durg'u boshliq cho'nglar bu taklifni qo'llab, darhol otlarga minishdi. Hojim sal norozi bo'lgandek, "Astag'firulloh" degan peti soqolini silab, izida turib qoldi. Taxminan birer soatdan keyin jilg'ining to'van tarafida qo'yuq chang to'zon ko'tarildi. Oldida otliqlar, ulardan keyin yuk ortilgan ot eshak va kola horvillari tor jilg'i yo'lda xuddi bir karvonga o'xshash xeyli uzunga so'zilib kelyotdi. Harbularning ba'zilariga qo'g'in tavus, ho'l mevalar qochilangan suvkallar, ba'zilariga putlari chetib qo'yilgan qo'y va paxlalar besilgan. Ot eshaklarga bo'lsa xurjun tag'arlar ortilgan edi. Harvikashlar tarlab pishib tillari so'zilib ketayotgan o'kizlarni beqillarga noqib tezroq mengishga oltiratdi. Topning oldida kelayotgan Mahmud Muhiti bilan Sali Durg'a otlarning tizginini tortib, mumkin qadar osta mengishga tirishadi. Ulardan 2 qadamcha orqada xushbichim bir yigit nihoyatda yovush ko'rinadigan bir to'riq otning tizginidan tutib yetilab kelyapti. Ot ustida o'ngib ketgan yeshil duxovi to'n bilan mukchib o'ltirgan buvay o'zining atlik o'ralgan sallisiga o'xshash oqirib ketgan chassaqol va qo'yib qoshlari bilan alohida ko'zga tashlanadi. Uning o'roq gavdasi bilan yodong'i yuziga qaraganda boshqacha ruhliq va jo'shqin ko'rinadigan qo'ng'ir ko'zlari tong yulduzidek chaqnaydi. Bir to'qmishdan qayrilib 200-300 qadamcha nerida qator turgan chidir va kigiz uylarni ko'rish bilan "G'ozi Xo'ja Niyoz hojimning bargohi mushumi?" deb so'radi buvay va Mahmud Muhitidan shundoq degan javobni elish bilan otdan tushmoqchi bo'ldi. Mahmud Muhiti bilan Sali Durg'aning to'sqiniga qaramay, yilqi yigitning yordami bilan otdan tushib, bargoh tarafga piyoda mengishga boshladi. Mahmud Muhiti bilan Sali Durg'amu otlardan tushib, uni qo'ltiqladi. Bargoh oldida ahvolni ko'zatib turgan hojimu ishtik qadam tashlab ularning oldiga mangdi. Mahmud Muhiti bilan Sali Durg'aning to'sqiniga qaramay, yilqi yigitning yordami bilan otdan tushib, bargoh tarafga piyoda mengishga boshladi. Mahmud Muhiti bilan Sali Durg'amu otlardan tushib, uni qo'ltiqladi. Bargoh oldida ahvolni ko'zatib turgan hojimu ishtik qadam tashlab ularning oldiga mangdi. Qosim apandi boshliq bir qancha kishi hojimga ergashdi. Birer minutdan keyin ajoyib bir manzara namoyon bo'ldi. "Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Didorlarni ko'migan bo'lsammi, G'ozi Xo'ja Niyoz hojim karamlarni qalban to'niyapman. Shundaqmi? Hormag'aylar aziz mehmonimiz. Oldilariga borolmaganimga to'limi xijilman", dedi hojim ikki qo'lini uningga uzatib. Shu topda qandoqdir bir ma'naviy kuch uni hayajonga selayotqachqa, uning ovozi bilinar-bilinmas titrgandek anglanadi. Buvay quruq so'ngak bo'lib qolgan vujudi bilan hojimni quchoqladi. Uning qo'yuq kirpiklari orasidan yomg'irdak to'kilayotgan yosh tomchilari hojimning bo'yin, quloqlarini ho'l qildi. Mehmonlar bilan soyibxonlar büyük paraxsan daraxtzorlik orasidagi bo'stonlikqa rastlangan o'ringa joylashib, Fotiha duosini ado qilishib bo'lgandan keyin "G'ozi Xo'ja Niyoz hojimning jangda menadigan eti qayskin? Shu otni to'quqliq holatida ko'rishni to'limi orzu qilardim", dedi buvay muloyimlik bilan. Mahmud Muhiti darhol Mirul Puganga qaradi. Hojimning jangda menadigan eti putlari kiyikningidek inchga kelgan, kang ko'kraklik,
egiz bo'yliq qo'li ot edi. Jang qizigan chaqlarda hojim miltiqini ko'pincha otning yoylig'i yetib olib otadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, bu otning quloqlari o'shkanigidek salpiyib qolgan edi. Shuning uchun kishilar bu otni salpan quloq deb atashadi. Hojimning o'zimi bu otni har minganda uni erkalatib, salpiyib turgan quloqlarga so'yib qo'yadi. Mirul Pugan salpan quloqni yetilab kelgan hamon bo'voy yer tayinib asta o'rnidan turdi-da, salpan quloqning qishig'i berib, uning bosh ko'zini silab qo'ydi va egarning so'l uzangisini o'riq qo'llari bilan og'ziga tekkizib 3 qitim so'ydi. Сөйгәндімі, шундақ ықтырас білән сөйдеки, оның ләлләри үзәңгеге епішіп қилып атқандек көрінетті. Сорындегілерінің әммесі орынлардан тұрып, бұл мәнзерге әйрану әслік білән қарышып қалды. Bu qiri, nemiş qılıb atıdı o dəb qeylişmisila qeyrindaşla. Mən cəbir zulum, qulluq asaret dəstidin, zar jığlap, hürlük, azatlıqqa təşna turğan məzlum xalqımız namıdın muqaddas burcumni ada qıldım xalas. Sen özün kimdisila? Kəminiləri bir zamanla Qashqar diyarida o'tgan Mahmud Hekimbegning o'g'li Jerjes Hoji degan kishi bo'laman. Mushu yeshimgacha 2 qitim haj tavob qildim. Allah subhanahu va taoloning nusrat ato qilishi bilan Qumul diyarida boshlangan inqilob g'alaba qilib, G'ozi Xo'janiyaz hojimning ozodlik tug'ini ko'tirib, bu taraflarga qadam qo'yganligini anglash bilan shu zoti karamning muborak didorini bir ko'rishga musharraf bo'lsam, u jangda minadigan itining egirdiki o'zangiga levimni tekkizib bo'lsa qilib olsam, uning qahramon jangchilariga bir qitim ta'zim salomimni bajo keltirib olsam, murod maqsadim hosil bo'lar edi. Yani 3. haj tavbim ada bo'lar edi deb, ul Xudovandi karimga yig'lab, to'la yolvurgan edim. Alhamdulillah shukr. Bugun murodimga yetdim. Endi u olamga kelsam-mo hech armanim yo'qdir. Ilohim, g'ozi uchun jang qilayotgan fidoilarimizga texmi ko'p nusrat ato qilib, qorong'i zulmat tumanlari qoplagan yurtimizda Nicatlık teni patrak atqay. Amin. Onun bilan tang necha yüzügen qo'llar egiz ko'tarilib, Amin degan yangroq sadolar butun jilg'ini silsilaga keltirdi. Ba'zilarning yuzlari issiq ko'z yoshlari bilan namlashib ketdi. Biroq maydonda hozir bo'lganlar bu mo'ysipit kishining bayraqda uzangini so'yganligiga qarab hayron bo'lib turganning ustiga, endi uning uzangini so'yish sababini o'z og'zidan anglag'ach, bir qism kishilarning hayronligi texmi ochdi. Demisimi rost emasmi? Musulmonlar uchun aytganda 5 farzning biri bo'lgan haj qilish asnosida Makka mukarramga berib Baytullohni, ya'ni Allohning uyidagi Jarul Asvad deb atiladigan qora toshni so'yib tavob qilishdan muqaddas ish bo'lmas. Halbuki Jirjis Hoji degan bu kishi Xo'janiyaz Hojidek bir oddiy bandaning putlari dastigan uzangini shu muqaddas tosh o'rnida ko'rib, uni so'ymaklik bilan 3. haj tavbim ado bo'ldi davosa, bu qandoq bo'lgani? Shuning uchun bo'lsa kerak, mehmonlarga dasturxon tortilayotganda ba'zilar bir chetda turib g'o'donishga boshladi. Hey, bu odam qandoq odam o'zi? Bir qismali gaplarni qiladi-ku. Rost dedilar, tozimi yo'qin odamkan. Men bundoq odamni umrimda ko'rib boqmagan. O'zi cho'ng o'lima bo'lgandan keyin bir nimani bilib deydiganda, biz qora turk odamlar nimani bilatdiq. Ay, qaysalar o'zlari o'lima turib, shundoq gaplarni qilandi. Bu kishining iymoniga gumonim bojimi? Ay, og'inglar, qiziqkansizlar. Bizning yurtlarda, mashrablarda aytiladigan mundaq bir naqshi bo'ladigan. Makkaga bormang yorim. Bundimi bir Makka bor. Ay yuzingni kundi ko'rsam, Makkaga borganchi bor. Endi xiyol qilsam, ota-bobolarimiz tug'ilib o'sgan yurtini Makkadanmi azizroq bilib tikandiq. Shu yurt uchun jinini olqiniga ilib, kech kunduz jang qilib yurgan
Hoji akamdek erning puti dasigan uzangini tavob qilib so'yib qo'ygan kishi undaq kishi emas. Uni undaq desak bo'lamdi o'zi. Barakalloh do'stim Ansari. Platonda gap qildingiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hubbul vatanul minal iman, ya'ni vatanni so'ymak iymonning jumlasidandir degan. Aziz mehmonimiz Jirjis hojimning shuncha yiroqlardan atlab, to'gi qo'g'lab, Xo'janiyaz hojimning didorini bir ko'ray deb kelgini, hoji akamning putida sigan uzangini so'yib, endi 3-haj tavbim ado bo'ldi degini, mana bularning hammasi vatanga bo'lgan ishq muhabbatining, imoniy komilligining dalili. Hammalarga ma'lumki, hoji akam aziz vatanimizning ozodligi uchun bo'layotgan muqaddas jangning bayrog'i. Shundoq zotning putida sigan uzangini ulug'lab tavob qilsa nim bo'pti? O'zlari bu odamni ko'rganmi xalpitim? Nadi yurib ko'ray, ammo ism shariflari bilan ta'rifini anglagan. Madrasadagi mudarrislarimizning suhbatlarida ulumoi puzularlarning Lüxchün Wang ordusidagi paranglarida Wang mundaq deydi. Eli Xudo bir kishi bormish, jahonda kezmigan yeri yo'qmish. O'zi taqvo, o'limoqda yakta, al ichida aziz, so'zlari laziz, sadiqa isqot olmasmish, nazr chiroq yemasmish, iti jirjiz, surati nafis deydigan gaplarni anglagan. Bu dal shu zotning o'zi ekan. Hozir Xo'janiyaz hojim otimiz ijozat qilsa, eli xalqining Jirjiz hojim orqali har birlariga avatgan so'g'i salomlarimizni topshirib olsak. Az bo'lsa-mu, ko'p kitoblik qilib qabul qilishurlar. Hojim boshliq cho'nglar rahmat tashqoli aytishdi. Elidagi har millat, har soha xalqining avatgan sovg'atlari 900 par o'tik, 900 par ko'nglak tambol, 900 kishilik taranchi qalpiqi va 1000dan oshiq qo'lyog'liq qatorliq narsalardan iborat edi. Shu qatorda bugurdan kelgan mehmonlarmi bugur xalqining sovg'atlarini, ya'ni non, un, tuz, qo'y kala, yem bo'g'iz, yem-yemish qatorliqlarni topshirdi. Bugun bosh agim jilg'isi taraf-tarafda esilgan qozonlar, kang yeyilib silingan dasturxonlar, xushchaqchaq paranglar, hatto g'ijekka tankash qilib aytilayotgan jo'shqin naqsha va yigitlarning sho'x usullari bilan xuddi to'y marikasi bo'layotgan bir Uyg'ur mahallasiga o'xshab qolgan edi. Mehmonlar o'ltirgan yerga yaqinroq boshqa bir so'rinda O'shir Kanto uzun qo'llarini aplik polanglatib usul o'ynayotdi. Hey, modanxona tortmamsan, modanxonni. Bo'lmasa o'zim tortaman. Nochi bo'lsang o'zing tortib ko'sh, g'uljilik bo'chi. Hitam o'rnidan sakrab turib, modanxonni usulga tortib turdi. Modanxon xuddi beshidagi hol shayi ro'moldek qizirib, "Menni bilmayman" deb yolvorishga boshladi. "Bosh kelma xotin, bilmasang, men sen o'gitaman" dedi Xo'shur va oxir uni qo'lidan so'rashtirib maydonga tushirdi. Modanxonmi bir kulib, bir o'ngib, eri qandoq harakat qilsa, shunday qilishga tirishadi. Maydonni qiyoqas cho'qan va kulki sadolari qoplab ketdi. Neriqi so'rindagi cho'nglarmi parangni to'xtatib, ularga qarab qilishdi. Pidaylar arsida ayol janchilarmi borkan? Himmatiga barakalloh ularning. Hojim kulib tashlab, O'shir Kanto bilan Modanxonning, ya'ni Kongdan chiqqan bu parisotning voqeasini qiziqarli qilib so'zlab berdi. Jirjiz hoji kulgidan yoshlangan ko'zlarini surtib o'ltirib, "Bu garchi kichikkina ish bo'lsa-mu, zulm kuchaygan siri barliq ezilgan xalqlarning, mayli ular qaysi din, qaysi millat bo'lsin, zulm va zo'ravonlikdan qutulish orzusi ularni bir niyatga keltirdi. Ya'ni kiyimiga tushganlarning umidi bir degan haqiqatni yana bir karra isbotlaydi." To'g'ri. Bir iltimosim. Allohning rahmati bilan har qaysilarining didorlarini ko'rishga musharraf bo'ldim. Ammo
hojim boshliq cho'nglarga xos etadigan muhim gaplarim bor edi. İcazet bo'lsa, xosroq o'ltirib shu gaplarimni qilib olay. Ondan yo'limga ravon bo'lay deyman. Qandoq deydilar hojim? Xo'p. Qimmatli maslahatlarni bizdan oymasizlar xush bo'lamiz. Ammo kelmak iroda, ketmak ijozat degan gap bor. Kechmo kiray deb qoldi. Bugun mushiyada qo'nmisri bo'lmaydi. Ikki tong mum sham bilan yoritilgan kang kigiz uyda hojim va uning saptashlaridan 10 dek odam jim o'ltirib, Jirjiz hojining gapiga quloq solmoqda. Hojim bilan yonma-yon o'ltirgan Jirjiz hoji oqsopoq to'pisini kayniga surib qo'yib, asta va tamkinlik bilan so'zlashga tirishdi. Uning ovozi bilinar-bilinmas titrab chiqadi. U boshqa islom ulamalariga o'xshash hadislar, Qur'on yoki hadislardan quchoq-quchoq naql keltirib o'ltirmay, oddiy va tushunishli qilib so'zlaydi. Hatto uning so'zlarida arabcha va farscha iboralarmi oz uchraydi. U shundoq so'zlashga odatlanganmi yoki suhbatdoshlarining ahvolidan xabardor bo'lg'achqa atayin shundoq qilib o'tamdi, bunisi bizga ma'lum emas. Demakchimanki, deb davom qildi Jirjiz hoji. Men kaminillari oxirgi bir tiniqimdan qog'icha ko'nglimdagi gaplarimni siz do'stlarga izhor aylamakka fursat topolmay ketarmanmi deb qattiq xavotirlandim. Alhamdulillah shukr. Buningga fursat bo'ldi. Mening deydiganim, har qaysi g'ozillarimiz shuncha ulug' ishlarni qildilarki, Qumuldan boshlangan qo'zg'olon alhol bu kunlarda butun o'lka miqyosida hamma millat xalqlarining inqilobiga aylanib ketdi. Oltay tog'laridan Ko'ylongacha, Tianshandan Pamirgacha, Allohazal, Qiyos, inqilob yolqini tutashmagan birmi yurt qolmadi. Bu inqilob nishonisining aniq va to'g'riligi, doirasining kenglik e'tibori bilan yaqinqi zaman tariximizda misli ko'rilmagan zo'r ish bo'ldi. Afsuski, mukammal g'olibiyatga erish arafasida inqilobning mevasi Shinsay degan mal'unning qo'liga tushib ketdi. Bu fojia kifoya qilmagandek, har birlari uning bilan sulh tuzib do'stlashibsizlar. Uningga e'tiqod bog'labsizlar.